Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Jimani kuzatuvchilari. Xabaringlar bor, Jimanidagi mega aksiya o'z nihoyasiga yetib boryapti. Bor yo'g'i 3 kun qoldi. Xo'sh o'rtoqlar, bu aksiya to'g'risida juda ham ko'pchilik so'rayapti. Sovg'alar soni juda ham ko'p, sovg'alar juda ham katta deb. Chunki bu birinchidan Jimanining 10 yilligiga bag'ishlangan juda ham katta masshtabdagi aksiya. Ya'ni birinchi o'ringa Hyundai Casper avtomobili, 2 ta iPhone 17 Pro Max, O'zbekistonga bordi keldi 5 ta bilet, oltin bo'lakchalari 5 grammli, bundan tashqari yana 30 ga yaqin sovg'alar bor, ya'ni g'oliblar soni ko'p bo'ladi. Xo'p, bu aksiya shu Jimanining 10 yilligiga bag'ishlangani uchun, ikkinchi sababi esa bu aksiyada nafaqat O'zbekiston, balki Jimanini ishlatadigan boshqa davlat fuqarolari ham g'olib bo'ladi. Shuning uchun ham biz xohlayotgan narsa aynan o'zbek hamyurtlarimiz o'sha birinchi o'ringa qo'yilgan mashina, avtomobillarni yutib olishligini biz xohlayapmiz. O'shaning uchun ham aksiyada faol qatnashinglar. Aksiya sharti oson, shunchaki xalqaro o'tkazmalarni ko'proq amalga oshirsanglar bas. Bizda hech qanaqa limit yo'q. $1000 yuborishingiz kerak yoki $1000 qilishingiz kerak degan narsa yo'q. Xohlagancha miqdoringizda pulingizni O'zbekistonga oila a'zolaringizga yuborsangiz bo'ladi. Bundan tashqari hozir yangi yil yaqin, bilasizlar, Koreyada общий kurs oshgan. Shunda ham hozir Jimani eng yaxshi, eng qulay kurslarni berishga harakat qilyapti. O'shaning uchun ham bemalol Jimani bilan birgalikda O'zbekistonga tez, oson hamda xavfsiz pullaringizni yuborsanglar bo'ladi. Barchaga rahmat. Aksiyada esa barchaga omad tilab qolamiz.